Assalomu alaykum. Biz sizni onlayn ishga taklif qilamiz. Vazifalar juda oddiy. Ananas Express havolasiga kirasiz, biz ko'rsatgan tovarlarga like bosasiz va ularni bizga skrin qilib jo'natasiz. Siz topshiriqni bajardingiz. Endi karta raqamingizni yuboring. Biz sizga va'da qilingan pulni o'tkazib beramiz. Ism, familiyangiz va karta raqamingizni jo'natsangiz, biz sizga 50 ming so'm mukofot pulini yuborib qo'yamiz. 50 ming kartanga tushdimi? Zo'r biznes ekan-ku. Ertaga soat 9:00 da yangi ish kuni boshlanadi. Siz undan ham ko'proq daromad topishingiz mumkin. Bir, ikki, uch. Ana! Bitta ishlaymiz. Happy birthday to you. Qani. Ay. Ana. Yana bitta. Ana ishla. Ay, ana. Oy. Ana. Voy, ana. Dig. Asal qizim, baxtli bo'ling, xo'pmi? Orta qiz bo'ling. Sizdan keyin nasib qilsa sizga oyiz uka olib kelib bersin. Ha? Xudo xohlasa. Menga qarang, asal qizim. Qani? Mana asal qizim. Endi buni tortda kesib nima qilamiz qizim? Ham qilamiz. Yeymiz, to'g'ri? Ham qilamiz, ha? Tortga qarang. Chiroyli, a? Dilshod ham qattiq yuribdigina, vaqtliroq kelsa bo'lmaydimi? Jamshid, o'rtoq, Ha? internetda zo'r Malibu mashina ko'rdim. 10 ming yurgan ekan. Zo'r-ku? 10 ming dollar so'rayapti. Olib bo'lmasa. Holati ham yaxshi ekan. Qara, Ish qilib rozi bo'lsin deb menga qara, 10 mingga jentram bermaydi-yu. shuni aytaman-de. Mana shunaqa xabarlar kelib qoladi. Yaxshi mashinalar chiqib qoladi, o'rtoq. Yaxshisi egasi bilan gaplash. To'g'ri aytasan. Hozir Telegramdan yozingchi. Borib sodalash, o'zim bilan ko'rishib gaplash. 10 daqiqadan so'ng ish boshlanadi. Bugun ko'proq vazifalar bor. Daromadingiz oshadi. Men sizni umumiy guruhga qo'shaman. Bugun 2 millionga yaqin daromad topishingiz mumkin. Iye, xabar keldi. O'zi Janubiy Koreyada turar ekan. Xo'sh, Mashinani hujjatlarini rasmiylashtirish onlayn orqali deyapti. gaplashib ko'r. Men qayerdan bilaman? O'rtoq Malibuda tasavvur qilyapsanmi? Yana 10 ming dollarga. Bunaqa mashina yo'q. Bozordan ham topa olmaysan, o'rtoq. Aka, assalomu alaykum. Havola nech pul? Havoni narxini aytasizmi?